Assalomu alaykum obunachilar. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlar? Hamma ro'za ayyom bilan charchamayaptilarmi? Mana bugun Abdurop fermerning yana teplitsasiga keldik. Bu yoqishim xo'sh, mana klinkalar tortyapti. Yaxshi yana. Mana o'zlari o'tiribdilar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, rahmatullohi barakot. Yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Allohga shukr, rahmat. Ishlar bo'lyaptimi? Rahmat. Qani? Bir Mana kelib qolingan ukam. obunachilarga intervyu olayotgandik, shunga bir nima deb yuborsangiz. Mana o'tgan yil ham o'zingiz kelmaganmidingiz? Kelgandik biz. O'tgan yil ham o'zingiz kelgan edingiz mana. Mana hozir o'tgan yil hosilimiz juda zo'r bo'lgan edi. Bu yil mana yana boshlab yubordik. Shu parniklarning ichiga mana hozir texnikalarning o'zi ichida yuribdi, o'zi klenkani joyim o'zi bostirib kelyapti. Nima bundan bitta xizmat, bolalarga boshida bittasi turadi, odatda bittasi turadi. Klenkani kesib beraveradi. Qiladigan ishi shu bolalarning. Hop, 1 kilo yuk ko'tarmaydi. Ishchilarimiz boshida turibdimi? Ha, ular biri boshida, biri odatda turadi. Bu ikki kishi urdi. Endi gurungam qiladi bolalar. Zerikkanni xonada ham yotib bolalar zerikib qoladi. Shuning uchun bir-biriga gurunga keladi. Mana shu shukr yeginimiz o'tgan yil juda zo'r bo'ldi. Bolalar yaxshi pulab ketdi. Bel nechta bola olib kelasiz? 60 ta bola olib kelganman. Shu yil top-toza 60 ta bola bor. Evet. Haligi nomerda qoldirgan edim. Kimdakim ish qarab yurgan bo'lsa, murojaat qilaversin deb hali mana tinimsiz telefon kelyapti. Bu yog'i Telegramdan, bu yog'i WhatsAppdan ish bormi? Bu ekranga nomeringizni qo'yib qo'yaveraylikmi? Ish kerakligi. Albatta, agarki nomni qiynalib yurgan, ishdan, dokumentdan qiynalib yurgan birodarlarimiz bo'lsa, bemalol shu nomerga murojaat qilaversin. Dokument o'zimdan. Ekranda turgan nomer. Ekranga yozib qo'yamiz hozir. Albatta, yotoq yer o'zimdan, uyiga kelib ketish o'zimning bo'ynimga. 100% hech qanday pul ushlab qolib, yo bir yolg'on gap kerak emas. Dokument bo'lar. Dokument pullariga dor o'zim qismdan to'layapman. Mana shu o'tgan yil 40 ta 50 ta bola kelgan edi. Bu yil 60 ta bola kelyapti. Hali mana kelgan. Hali yana necha telefon qilyapti. Aka biz qolib ketmaylik. Joy bormi? Albatta, nechta odamgacha bu yerga qabul qilasiz? Endi ko'chada ishsiz qiynalib, dokumentsiz qiynalib yotgan bo'lsa, bolalarni bemalol olib kelib ishga joylashtirib, dokument qilib beryapman. Uni Xudo ham bilib turibdi, banda ham bilib turibdi. Kamtarim bo'yni bo'sh, mo'mingina qabul qilgan yigit Abdurovjon desa xalq taniydi, mana shu Rossiya bo'yicha Luboy taniydi meni. O'zbekistonga nima deb tanilgansiz? O'zbekistonga mana shu Abdurovjon Rossiyada odam ishlatayotgan ekan. Xalqning dardini tinglab, shu yengillik berayotgan ekan deb mana shu O'zbekistonda xalqlarning og'zida mana shu gaplar. Lekin ya unchalik maqtanib ketmayman, o'zi bir kamtarin insonman, bo'yni bo'sh bir sodda insonman. Mana shu qiladigan ishi 1 kilo yuk ko'tarmaydi. Lubbay polyaga chiqqanda ham 1 kilo yuk ko'tarmaydi. Oylikqa kelganda oyiga $1000 bolalar jo'natyapti. Mana hozir fevralda boshlab kelgan bolalar hozirgacha xonada yotibdi. Yaqinda bir katta buqa so'yib berdim. Hali go'shini yeb tugatgan yo'q, 60 bola. Kechqurun qovurib yeyapti. Ertalab qovurma, abidga qovurma. Mana endi hozir bolalar boya borsam, xonaga borsam hammasi yotibdi. Rais deydi, bizga baddan oldi qovurma go'shingiz. Bir bo'ladigan yana bir osh-posh qilsa deyapti. Bunday ertalabga nima yeydi o'zi? Tuxumdilar deb eshitdim. Erta bilan go'sht bo'lmay qolgan pallalar har bir bolaga 4 tadan tuxum. 4 tadan tuxum ertalabga 4 tadan tuxum, shakar, sariyog, kefir, kak bo'lishni hammasi bir maqtanish ya bir oshirib gapirishmas. Men ham xudodan qo'rqaman. Xudoning o'zi kechirsinlar, agar kelgan bo'lsa, bemalol murojaat qilasizlar o'sha nomerga. Men sizlarga o'sha nomerda qoldirdim mana.
o'sha nomerda yozib qoldiramiz va shu nomerga murojaat qilasizlar. Hay O'zbekistonda Hozir ro'za oyi bo'lsa, Rossiyada yurgan bo'ling. hozir ro'za oyi bo'lsa, hozir mana shularni kelib tekshirib nima qilib ketishga charchamayapsizmi? Siz ro'zamisiz, ko'zamisiz? Endi albatta endi biz ham yoshimiz o'zi ilgarigining yoshi bo'lsak, hozirgining qarisi biz ham albatta ro'zamiz. Endi men shu yoshlikdan yurib kelganman. O'tirsam, yotib qolsam suyaklarim og'ir bo'lib, tallalarim Shu joyda pauza qilib turamiz 2 minut. Mana bu oxirgisida tugadi. keyingi tuppesaga o'tadi. Xo'sh, yana nima deya olasiz? Mana dunyo tag'ib kesganmiz endi bu bolalar ona bir Ichkariga tortadi. yarim kim bitti. Vaqt teleganda mana qarlar. Nima deysiz buna? Şuytup o'zim bo'lmasam aytadilar-ku, ega bo'lmasam nega deydilar. Shuning uchun o'zim bo'lmasam başkalarga ko'nglim to'lmaydi. Qiladi, qalbaki ish qiladi. Yetgandan keyin hech bo'lib pul deydi. Bermaydi. Bismillah.